Lift yuqoriga ko'tarilardi. Ichida 3 ta yigit bor edi. Yoshroq boshliq ekan. Baquvvat, chiniqqan. 2 ta barzangi esa yugurdagi. Baquvvat bazmga boraylik dedi. Men charchadim dedim. Keyin meni sudrab ketishdi. Bazm qani deb so'radim. U esa sen bazmsan dedi. Yugurdaklarini chiqarib yubordi-da. Omading keldi qizaloq dedi. Sen ko'nglimni oladigan dunyodagi yagona qiz bo'lasan dedi. Barzangilar esa meni xumori chiqquncha mushlashdi. Mehmonxona xizmatchilari meni tez yordam oldiga tashlab ketishdi. Soatiga $100 olasan shekilli. Bugun bepul ishlayman. Xo'sh, Janob Demarkoning yoniga keldim. tushunmadim. Kecha dugonamga hurmatsizlik qilishibdi.